Hayajonli daqiqalar bo'lyapti, hayajonli. Bor baraka. Sizlar tomonidan ham shunaqa muqavo. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, nima qilsin dehqon, aytinglar. Qadrdonlar, bozorda ikkita savdo bo'lyapti. Bu ham xardo, bu aka ham xardo. Orqasida uchinchi akalar ham xardor o'tiribdi. Siz ham xardormi? Qadrdonlar, bozorda bunaqangi chaqqon bozor ko'rmaganmiz. Ikkita molga birdaniga 4 ta xardor turibdi. Kim qayerdan ko'ryapti? Kommentariyaga yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Boydada Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskiariq qishlog'ida joylashgan chorva hayvon bozoridan sizlarga to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Videolarimiz oldindan bitta like so'rab qolamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Hafta kuniga Juma, Saydul ayyom juma. Barchalarga juma ayyom muborak bo'lsin. 17-aprel. Qadrdonlar, biz videomiz oldindan eslatib o'tamiz. Instagram, Telegram ochganmiz. Bemalol o'tib, obuna bo'lib, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Bunday bo'lsa boshladik, qiziqarli bo'lgan savdolarni birgalikda guvoh bo'lamiz. Qanday bo'lsa keyin. Bunday bo'lsa boshladik, biz ichkariga kirib, aka necha bo'ldi? 18 million so'm bo'ldi ekan. Ovozimiz bo'yi 5 million ovozimiz 18 million. Qadrdonlar, biz ichkariga kirib, necha bo'ldi? 21 million so'm. Aka, 1 million so'm chiroyli, ajoyib. Gap bo'ldi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qo'ylarimiz necha million bo'ldi aka? Necha? 13 million bo'ldi ekan. 13 million so'm. Necha bo'ldi qo'zilar? 63. 6 million 300 bo'ldi. Shunaqa gaplar biz ichkariga kirib sizlarga qiziqarli bo'lgan. Necha pul bo'ldi aka bu? 15 xonachini 15 million 400 bo'ldi. Shunaqa gaplar biz sizlarga ichkariga kirish birgalikda qiziqarli savdolarni guvohi bo'lamiz. Ungacha akalar eng ko'p bizni qo'llab-quvvatlaydigan muxlislarimiz 6 ta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqa gaplar boshladik. Assalomu alaykum, hormanglar. Hormanglar. Ko'mirchidan savdolari. Necha pul bo'lyapti? Aka siz olganimni molda olyapman. 25 million. Aka o'g'ri bilan jinoyatchi qo'rqadi qolasiz. Nimadan qo'rqasiz? 25 million olyapti ekan. Bo'yi 1.10 chiqadi. Bo'ldi. Aka, gap yo'q, mart ekansiz. Olsa muxlislar olmasa qiziqqanlarga telefon raqam bering, gapingizga telefon qilib ma'lumot qilib so'raydi. 91lik 398 0976 Oltiariq. Gap bo'lishi mumkin, juda ham chiroyli ekan. Shunaqa gaplar, qadrdonlar o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun ham telefon qilishlaring mumkin. Oltiariq To'g'ri bozoridamiz, Eskiariq joyda joylashgan. Har doimdek nurini to'kib tashlagan. Mollarimiz, chorvalarimiz, yetmonlarimiz barchasi yerda. Eskiariq Boydada Uz kanali. Xohlashmagan holatda fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. O'zi har xil odam borda endi imkon qadar sizlar qiziqarli savdolarda, bugun savdolarimiz qandaydir. Qaysini qilyapsizlar aka? Necha bo'ldi aka bu? O qadrdon. Bo'g'ozmi? 23 million. Necha oylik? 23 million bo'ldi ekan. Qancha? 23 million bo'ldi ekan. To'liq ma'lumotini ola olmadik. Olishga harakat qilyapmiz. Harakat qilamiz. Boqma, buqa novvochalarni qotordamiz. Birinchi, ikkinchi video qilib olyapmiz, eslatib o'tamiz. Ikkinchi videomiz Moldova Uzdan olamiz. Boydada muxlislarimiz, biz ashaddiy muxlislarimiz barchasi chetda. Tanigan bilganlar kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, hormanglar. Bozor to'g'risida fikrlaring qalay bo'lyapti bugun endi? Zo'rmi, oldigami? Olganda ham, sotganda ham Alloh barakasini bersin. Shunaqa gaplar savob bo'linglar. Kimdan bu? 17 qilishdi. Ajoyib ekan. Bo'yi pro 5 desa adashimiz. Ha? 1 desa adashamiz. Birdan soat xolos. Birdan baland o'shancha aytyapman-da. Tez bo'laveradi. Xo'p. Necha pul deyapsiz? 20 deyapti. 20 deyapsiz. Bozor necha pul qilyapti? 17 so'rashdi. Pichoq bo'lsa berasiz. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Hozir buni qaysi baraka bo'ldi? Ko'r chiqib ketdimi? Hop, mayli. Kanal aka bu. Boydada Uz. Yerda ham anaqa qilishdi, mayli. Boydada Uz, ha?
Boydada o'sa. Boylarimiz, saxiy boylarimiz ko'paysin degan. Siz aka farzand ko'rsa, sizni ismingizni qo'ygan-ku, yaxshi nimada komil inson bo'lsin deb, to'g'rimi? Bizdan xuddi shuni singari saxiy boylar ko'paysin deb. Ma'nosi o'shanaqa. Xo'p. Aka qiziqqan telefon raqam berasizmi? 90lik. Xo'p, 90lik 834 83 90 dollar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu doim ravishda bo'ladimi? Sotilib ketsa o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring ham mumkin. Shunaqa gaplar ana shunda bo'lyapti. Qani, o, ajoyib. Qadrdonlar. Ajoyib ko'chat ekanmi? Bu novvosmi bu? Bo'qma bu qora. Necha ayting? Ana shoxi yoradi, 3 oylik yoradi-yu, boy shoxini. Xo'p. Enadan hozir ajratib olib kelyapman. Xo'p, enadan ajradi. Bu ham ajoyib ekanmi? Bolam bormasa bor degan Ha. Hamzagamdan Yur ko'rsataman, qo'rqmasa ko'rsataveradi. Qattiq olib chiqaveradi. Xo'p. Siz bilan gaplashasizmi yo? Kim beradi? Nechmi? 21 kami bor. Mayli, telefonda gaplashib olsang keyin nima qilasiz? Aka ungacha nechmi deyapsizmi? Ha, o'sha hamzaga 17 million beradi. 11 milliondan gapdi, 17. Bozor nechmi qildi? Bozor aka 21dan 18 milliongacha so'radi. Xo'p, 21 dan 18 gacha. Xo'p. Aka dastavkalari bormi? Beraveramiz aka vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab doim ravishda bo'ladimi? Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bunday qotsinchi, mana chiroyli juda ham. Qadrdonlar yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar, orqalaridan ko'rsatib bering qiziqqanlar telefon raqam. 90lik 151 44 94 151 ligi ham chiqqanmi? 151 ligi ham chiqqanmi? Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz mana yonimizda savdo. Qaysi? Baraka bo'ldimi hozir? Xo'p, batda ham savdo bo'lyapti, batda ham savdo bo'lyapti. Hormela. Nechta qilyapsizlar? Qaramay qolibman. Ekan ko'rmay qolibmiz. Qaysi bo'lyapti? Real savdolari. Ikkosi bo'lyapti. Nech pulga? 100 o'tib bering, 29 ga deyapti. Xo'p, qadrdonlar 28 million 900, shunaqami? 100 ming ekan. 100 ming ekan. 100 ming ekan, 29 million. 28 million. Boy dada o'z. Siz? Boy dada. Siz chiqadi. Bozor yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi? Zo'r. Qani bilan olaymi? Xo'p, sog' bo'ling. Hali savdosi pishguncha ular 29 ga chiqdimi endi oxiri 29 bo'ldimi? Xo'p, 29 million so'mga real savdolari bo'lyapti. Novoz buqalarimiz 1 metr chiqmaydigan buqalarimiz. Kecha boshqa savdolar ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun bozorimiz juda ham ajoyib. Qaranglar, havo mazza havo bo'lyapti. Mazza havo bo'lyapti. Sizlar tomonda ham shunaqami havo? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. 5 million kam bor deyapti. Bo'yi 1.5 chiqadigan novvosimiz. Bu bozor nechta qildi? 22 qildi. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering qiziqqanlar. 93lik 972 22 12. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sotilib ketsa o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Doimiy ravishda bo'ladimi bunaqa? Topasizlarmi? Bo'ldi, shunaqa gap. Mana shu mana qiziqarli savdo bo'lyapti. Qaysi bo'lyapti? Ha? Nech pulga? 18 million. 18 million so'mga mana shu novvosni hozir yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, bu 5 chiqadigan novvosimiz. 18 million. Xo'p, 18 million real savdolar. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Bizda mana shu yerda ham qiziqarli savdo bo'lyapti. Hozir borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Zo'r deyapti qo'lida. Qadrdonlar jut novvosimiz, buqalarimiz 50 million 500 ming so'm. Real savdolar. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Ular savdosi pishguncha biz ko'rsatgan joyimizga borib savdoni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ana shu yerda juda qattiq bo'layotdi. Biz kelganimizcha tarqab ketib qolishdi.
Qaysi bo'layapti? Xormeylar. Assalomu alaykum. Neyse, bo'yi 1.5 chiqadigan novosimiz. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qarab turing, gaplashish turing. Aka qo'lini ushlang, qiziqtiraylik. Qo'lini ushlang, qo'lini. O'zi Ushlang. xudo tog'a pul olmasa ham bo'laveradi, olib ketib. Yo'q-e? Qarindoshmi? Devol ichkariga qilyapti ekanda olmasam-a? Xo'p. 18 million so'mga akalarimiz savdo qilyapti. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini juda ham chiroyli oyoq qo'li uchun baquvvat novosimiz ekan. Savdo yurgan ekan. Xo'p, mana shu yerda boshlandi qiziqarli savdomiz. Biz borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyin bir voshdan aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bo'ldi, assalomu alaykum, xormeylar. Xo'p, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin bas. Aka xormeylar. Nech pul deyapsizlar? 22 million so'rashdi. Xo'p, bozor 22 million so'rayapti. Siz o'zingiz nech pul aytdingiz? 24 bersa kami bor. 24 bersa Kami bor. kami bor. Kami endi picha 20 ga qo'shsa berasiz, shunaqami? 22 ni ustiga qo'shilsa yuradi. Xo'p, qiziqqalaydir bu raqam berasizmi aka? 93lik. Aka nech pul bo'ldi? 20 million 500 ming bo'libdi ekan. Novoz boqma novosimiz bo'yi 1.10 chiqadigan. Xo'p, akalar qiziqqali telefon raqam bering. 93lik 657 99 94. Agar sotib kelsa o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishidan telefon qilishlaring mumkin. Shunaqa gaplar bizdan so'rashmanglar. Million so'rayapti. Savdo bo'lyaptimi? Orqamizda ham savdo bo'lyapti. Biz ko'rmay qolibmiz. Mana shu. Boydada uz. 52 million bo'ldimi? 52 million bo'lyaptimi hozir? O'zi 26,5 million, ha? Shu olani o'zi bo'lyaptimi? Ha, bunimi? 26,5 million. Bering aka, zo'r qiziyapti uni. Aka, butun dunyo ko'ryapsiz hozir, jonli eferdasiz. Qadrdonlar jupini 51,5 million so'm. 53 ga chiqdimi? Xo'p, qadrdonlar 53 ga chiqibdi. Biz 5 minut oldin 51,5 million hozir. Ha. Ikki sarlavhaga qo'ying. Bo'ldi aka, bog'osiga qo'yyapman mana. O'sha 51 bo'ldi. Bor baraka. Aka butun dunyo ko'ryapti hozir, jonli eferdasiz. Yigirma bir yarimmi? 51,5. 51,5. Ha, ikkitasi. 51. Bering, bozoringiz keldi. Bering aka. Bering aka. Bermasangiz men olib qo'yaman. Yo'q, molingizni ajraysiz, bermasangiz. Bermasangiz men olib qo'yaman. Aka rasxot 100 ming osh bering. Aka, aka gapirib qoldi. 100 ming bering, men beraman 100 ming. Bering aka. Aka, men beraman 100 ming, bering. Siz qo'shing. Bering. Ozgina qo'shing. 500 ming aka. Qadrdonlar, bozorda ikkita savdo bo'lyapti. Bu ham xardo, bu aka ham xardo. Orqasida 3-chi akalar ham xardor o'tiribdi. Siz ham xardormi? Qadrdonlar, bozorda bunaqangi chaqqon bozor ko'rmaganmiz. Ikkita molga birdaniga 4 ta xardor o'tiribdi. Dehqon akamiz nima qilishni bilmayapti. Dehqon akamiz nima qilish? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nima qilsin dehqon, aytinglar. Olayotganlar ham dehqonlar. Akamiz birinchi nech pul qilyapsiz? 26 million. Bir donasini. Mana shuni 26,5 million qilgan ekan. Bo'ldi o'shanga. Ben 51 million. Bering 51 million. Aka, shuncha qo'shgan 100 ming qo'shalmaysiz, men beraman. Baraka qiling. Mana endi nimasi keldi? Bering. Qadrdonlar, kommentariyaga yozinglar.
Ha. Aka shuncha qo'shgan 100 mingdan Bering, va aka. Duo qiladi, bering. 100 ming nima endi? Bo'ldi, 100 ming qo'shdi. 51 million 600. 51 million 200. Hozir tushunmayapman. Qaranglar. 51 million 600, 51 million 100, 51 million 200 bo'lyapti. 3 ta xaridor. Birinchi xaridor yonimda turibdi. 4 ta ekan. Bog'ni menga beradi. Qani barakami? Ha, baraka. Voy, hayajonli daqiqalar bo'lyapti, hayajonli. Bor baraka. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Nech pul bo'ldi oxiri? 51 million 51 million 200 ming so'mga akamiz sotdilar. Olganga ham, sotganga ham Alloh. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Biz qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mehnatlarimcha akalar, like bosib qo'yamiz. Aka, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa endi bugun? Laykni bosinglar, charchamanglar. Bozor Boringizga qizyapti rosa. Zo'r, boringizga shukr. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Sotmadim. Xo'p, mayli. Sotmadim deb olingan narsani yolg'on gapirib chiqib ketyapti akamiz. Endi mayli. Endi eng ko'p yolg'on so'z ishlatiladigan o'zi xayr akalar, yozinglar yana kommentariyaga. Hormang aka. Nech pul aka? Va bozor 14 ming qilyapti, 14 million so'm qilyapti. Ha? Xo'p, bo'yi 80-85 90 chiqmaydi. Ha, shunaqa 2 oylik o'zi. Picha qo'shsa berasiz. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 695 68 92. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqib qolasizlar. O'zlaringiz uchun ma'lumotga ega bo'lishlaringiz ham mumkin. Nech pul bo'ldi bu qacha aka? 18,5 million so'mga baraka bo'pti ekan. Bo'yi 1 metr chiqadigan novosimiz 18. Nech pul bo'ldi bu aka? Nech pul bo'ldi? Qo'nachi. 13mi 14 dami qaytdi? Ha, sotilmay qaytyapti. Shunaqami? Sotilmay qaytyaptimi? 15 dan qaytdi. Sotib yuboramiz, to'xtay olmasan. Bering telefon raqam qiziqqanlarga. Qadrdonlar 13,5 dan qaytyapti. 15 dan qaytyapti. Bering qiziqqanlar telefon raqam. 77lik 323 5500. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. Oltiariqda Yangi Qo'rg'on. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday qiziqarli savdo bo'lyapti. Hormanglar. Qaysi biri? Assalomu alaykum, hormanglar. Nech puldan? 65 mingdan. Qadrdonlar 65 ming so'mdan mana shu novosimiz. Bering aka, bor baraka. 65 mingdan. Qadrdonlar 65 ming so'mdan. Taroziga tortilganmi bu? Aka? Endi tortiladi. Xo'p, kommentariyaga yozinglar. Buni biz taroziga tortilish jarayonini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Ungacha nech kilo chiqadi? Kommentariyaga 65 ming so'mdan taroziga so'ralyapti. Aka, nech pul bo'ldi? Bilmadingizmi? Va enavolar nech pul bo'ldi enavolalar? 35 million bo'pti ekan. Bu xonajinchi, xonaji, qadrdon. Xo'p. Yapti. Hop. Kimdan sizdanmi? Deyapsiz. Ha, jupini 68 ga bermadilar. Bular nomi nima bular nomi? Sementami yo Greenfordmi? Sementali. Xo'p, qadrdonlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Sementalmi Greenfordmi? 60 qanchaga? 68 million so'm. Bittasi xonachi, bittasi novoz. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik ha? 117 50 70. Aka. Xo'p, taroziga ketdimi? 65 dan bo'ldimi oxiri? Qadrdonlar 65 ming so'mdan.